aytishicha, do'stlar jam bo'lib Toshkentga borib keldik, diydorlashib adib suhbat qurib keldik. Xoh ishoning, xoh ishonmang, sizga aytsam 30 yoshga yosharib quvnab keldik. Kampirlarga qarasam bidanadik, har tomonga irg'ishlab chopib ketdi. Dugonasini topib qo'l ushlashib lazgiyu polkaga tushib ketdi. Qoshga o'sma, ko'zga surma, tovusdayin rastga tushib sahnada yana qarang, tovusdayik tovlanib, sollanib ketdi. Salonlar bir oyga ishlamasmiz. Eshigi qurib bir oydan ochmasmiz. Kampirlar salonga borib pul to'lagan, uyga qaytsa eri farzand tanimasmiz. Eng yoshimiz Tilov aka har yon chopgan, restoranda joylarni u kishi topgan. Yonlarida Gulchifayu Qurol og'a kechamiz mehmonlarni xush-xurshlab xandon kutgan. Kelmaganlar ichi kuyib yonadi-da, baribir inoning qattiq pushmon qiladi-da. Shunday diydor ko'rolmadiz, ming afsus, turib rosa alam qiladi-da. Do'stlarim, diydorimiz abad bo'lsin, dushmanlarning ranglari somon bo'lsin, oqibati mehr bizni tark etmasin, jannatlarda ham joylarimiz birga bo'lsin.